Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz. Xudo xolisa biz Toshkent xalqaro aeroportidamiz. Xitoyga qarab yo'l oldik. Xudo xolisa kuzatib turinglar. Sizlar bilan birgalikda Xitoyga borib kelganday bo'lamiz. Hammasini istoriyalar orqali, videolar orqali sizlarga ulashib, ko'rsatib, yoritib berib turamiz. Xudo xolisa kuzatib turinglar, aktiv bo'lib turinglar. Xitoyga qarab yo'l oldik. Hozir aeroportdamiz. Hammalarga xayrli kun. 35 mingtadan ortiq korxona, bu degani 35 ming xil assortiment. Biz hozir Xitoydagi Guanzhou shahrida dunyodagi eng katta ko'rgazmaga tashrif buyurganmiz. Hozir mana ochilish marosimi boshlanyapti. Canton Fair. Istoriyalarni kuzatib turinglar, xudo xolisa juda ham qiziqarli videolar chiqadi. Taxminan bu ko'rgazmaga 500 mingtadan. Bugun bizda yana ko'rgazma Canton Fair ikkinchi kuniga kelganmiz. Shu Guanzhou shahrida yer yuzidagi dunyodagi eng katta ko'rgazma bo'ladigan joydamiz. Bugun asosan endi instrumentlardan ko'ramiz. Xudo xolisa o'zimizda yo'q yangiliklardan olib kirishga harakat qilamiz. Instrumentlarni hozir qo'yib boraman. Ichkariga kirib olganimizdan keyin odam juda ham ko'p. Juda ham katta. Mana shu joylar, mana shu binolarning hammasida ko'rgazma. Malyar akalarimiz bir maza qilishsin. Shu joyda shkurka apparat jirafani taxminan 15 xil turibdi o'zi ham. Xudo xolasa jirafalardan ham olib kiramiz har xil qilib. Brend nima deydi? Brend. Oshqovoq brendi. Pumpkin. Lekin gap yo'q, oshqovoqlarda ham zo'r narsalar bor ekan. Nima deysizlar, bizda ketadimi shu oshqovoqlardan olib borsam? Oshqovoq shurpa o'rta, lekin yaxshi ekan. Oshqovoqlar. Mana yangilikning zo'ri. Sholini va tayyor grunchini ajratib beryapti. Lazermi, o'zbegimi grunch? Bilmas ekan. Mana yangilik. Bu tarafda jodilar bor ekan. Universal drabelkalar. Yaxshi narsa ekan, lekin mana sholini shundoq grunchini chiqarib beryapmiz. O'yini artadigan apparat ekan.